Oldin bugun qizlarimiz bilan birgalikda yuz hijomasi mavzusini amaliy va nazariy tarzda o'tdik. Qizlarga tushuntiryapman, o'zi yuz hijomasini o'zi bitta katta kasb deyapman. Ya'ni siz hijoma ilmini bilmasangiz ham yuz hijomasini o'rgangan holatda, ya'ni butun bir mana shu muolajalari o'zingizga yo'nalish, kasb bitta ilm qolsangiz bo'ladi deyapman. Ya'ni hozirgi paytda kosmetologiyada keng tarqalgan proseduralardan ancha foydali va aqlli va 100% tabiiy bo'lgan, yuzga mana yozib qo'ydim, lifting effekt beruvchi, yuzda qon aylanishini yaxshilovchi, nasl gubkalari ko'taruvchi. Ko'pchilik so'raydi, yuz hijomasi o'zi nimalarga foyda deb. Umumiy yuzni tozalovchi, ajinlarni yo'qotuvchi, ugridan qolgan dog'larni ketkazishda va poralarni kichraytirishda, eng zo'ri o'sha qon aylanishini yaxshilab berishda eng zo'r foyda yuz hijomasi hisoblanadi. Mana shu ilmni bugun qizlar amaliy va nazariy tarzda o'rganishdi. Bilasizlar, yuz hijomasini detalli ko'rsatib bera olmadim. Ya'ni o'sha jarayonlari, lekin amaliy va nazariy tarzda mana qizlar guvohligida aytyapman. Qizlar darslari zo'r o'zlashtirishdi. Yoqdimi qizlar yuz hijomasi darsi?